Yaqinlarim arzon uy bo'lsin, ani srochni sotayotgan odamlar menga ro'para qiling degan odamlar ko'p edi. So'ragan edinglar. Mana sizlarga shunday betonga mana shunday vodiydan kevurish. Qo'qon, Namangan, Andijondan Qo'yliq bozor tarafga, Rohat postiga shu yerdan 9,5 kilometr ekan. Va lokatsiya bo'yicha keldim. Shu tupikka joylashgan, prямо egasidan narx-navosi hammasini aytaman. Bu yoq O'rta Chirchiq. Aqror aka, adres O'rta Chirchiqmi bu? O'rta Chirchiq. Shuna mana hamma sharoitlar bor, do'konlar bor, o'yinda avtoservislar bor. Pastda egasining nomeri mana shunday ikkinchi xonadon mana. Bu yoqdan birinchi xonadon, bu yoq oldi bo'lsa 6 soti yer hisobida bitta xona, tagida podvollarimdan yashashga qilib qo'yilgan. Kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. Yaqinlarim, obunachilarim, layklarni bosib poddeshga qilib sizga qayerdan nima qanaqa uy kerakligini, yo uyingiz bor, sotish kerak, yordam kerak bo'lsa, tepada nomerlarim. Sotadigan bo'lsanglar, harakatinglarni qilib qolinglar. Kimdadir 2 ta xonadon, 3 ta xonadon kerak bo'lyapti. Bitta katta hovlini sotish kerak, o'rniga 2 ta 3 ta kichkina bo'lsa ham olish kerakmi? Tepada nomerlarim. Hovlini qaranglar, to'rburchi. Olmali daraxt, hamma hosilli daraxtlar bor. Gaz, svet, suv bor. Hamma sharoitlari bor. Bu yoqda tegi ham podvol, tepada bitta xona. O'zi ham 4,5 metrga 4 metrlik, pashti 3,5 metrlik chiqing ko'rsating. Xonasi bor. Tegi ham xona. Startli narxi nech pul deymiz endi? Bekzod aka. 45 ga beraman, ichida xaridinning mebeli ham qoladi. Endi 45 emas, qaytayap 44 qo'yaylik. Siz gapingizni oldik. 40 ga bermadim deyapsiz. Ha, 40 ga bermadim. Mana 40 ga bermabdilar. Nobodo 1-2 so'm qo'shsa berib yuboring. Ha, 1-2 so'm qo'shsa sizning nomingizdan kelsa aniq berib yuboraman. Tez aloqaga chiqinglar. 6 soti. Mana egalarining o'zlari. Endi 44 ming deyaptilar, 40 ga bermabdilar. Bu yog'ini gaplashasizlar. Glavnisi o'zlarining o'rtakash dallol kimlardir aralashmagan. Pastda nomerlari, tepada bizlarning nomer. Xizmatlar bo'lsa, tepadagi nomerga aloqa qilasizlar. Joy kerak bo'lsa, mana o'zlariga biladi. Bunaqa uy joydan bir 10 bor. Olib tashlaganlar qorida. O'rtacha emas. Nechta bor? 1-2 ta bor, ko'rsatamiz. Hop, hozir o'zida mana 2 ta yana qilamiz syomka. Ha. Keyin anikini qo'yganlarimiz Ahmad Yassaviyda. Nechta? Bir 6 ta bor ekan. Ha, 6 ta bor. Mayli. Yana qayerdandir quryapman dedingizmi, nima dedingiz? Ha, endi bor. Keyin Uglovoydagi joy bor. Uglovoyda. Qaysi rayonga edi? O'sha Ahmad Yassaviy Uglovoyda, keyin Pravdada bor-da. Pravdada bor. Bor 5 o'zlari ham bilmayapti, shu ko'payib ketgandan. Kanalga obuna bo'linglar. Arzoviylar kerakmi? Mana aloqaga chiqinglar. Pastda nomerlar. Reklama xizmatlari kerak bo'lsa, O'zbegim uylariga. Sog' bo'ling, obuna bo'lib qo'yasizlar. Ketdik.